aka buni olib keldilar. Bu nima bu Hamid aka? Glansmi? Bugun trekkerchilar trendda. Bugun trekkerchilarning talabiga asosan juda ko'p so'rashgan, lekin imkoniyat bo'lmagan, qo'ydirgisi kelib, lekin qo'ydira olmagan, usta muammo bo'lgan, kraska muammo bo'lgan, qilib beraman degan taqdirda ham 3 kun, 4 kun vaqt ketadigan detallarini, okey, Black pianosini olib kelib qo'ydim. Bitta baho bering. Matviy joylariga tayyor glansli detallarni olib kelib qo'ydik. Pritom kurgo'y okey. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, videoni maksimal trekkerchiligiga tez jo'natib qo'ying. Okey, tegidagi glansli joylarigacha Black piano qildirib qo'ydik-ku. Bunga necha endi, okey? Даже elementarniy tumanki ochkilarigacha Black pianosini olib keltirib qo'yganmiz, okey? Bu o'zi Lee Design deymiz. Shu uchun biz bu narsani Lee Design deb baho berdik. Lee 9 mashinasida ham birorta joyda matviy detal takrorlanmaydi. Okey, mana shu detallarni qildirish uchun kamida 2 kun, 3 kun vaqt ketardi. Ustiga iltimos qilardingiz, yalinardingiz. Endi bu muammolar tugadi. Kelasiz, almashtirasiz, ketasiz. Ishingiz ja borsa 1 soatda bitadi, okey. Videoni maksimalniy trekkerda minadigan do'st birodaringizga jo'natib qo'yasiz. Hamidga obuna bo'lish esa esdan chiqmasin. Hamid aka, qora rangga yarasharmikan, oqqanmi nima deb o'ylaysiz? Bu narsani kommentariyada podpischiklarimizga qoldiramiz, o'zligi tanlasin.